O'zgarmoqchisan, a? Agar haqiqatda o'zgarish xohlasang, mana shu qoidani qalbingga tikib qo'y atlet. Hech qachon, eshityapsanmi? Hech qachon kayfiyating seni boshqarishiga yo'l qo'yma. Kayfiyating bormi, yo'qmi, ahamiyati yo'q. Bajarishing kerak bo'lgan ishlarda bajar. Bu hayot seni kayfiyating bilan emas, mehnatlaring bilan tan oladi. O'zi yigit kishida bu hayot pasti balandiga rovna turib berish uchun 3 ta arsenali mukammal bo'lishi kerak. Qalbida iymoni, jismoniy kuch-quvvati va moliyaviy ahvoli. Benjamin Franklin. To'g'ri. Hozirgi kunda moliyaviy ahvoling unaqa yaxshi emasdir. Lekin birinchi ikkitasini rivojlantirishga vaqting ham, aqling ham Xudo xohlasa yetadi. Shunchaki xohishing bo'lsa bas. Ana endi xulosa o'zingdan atlet.